Istalgan xonali sonni qog'oz qalam kalkulyatorsiz 11 ga ko'paytirish yo'lini bilasizmi? Masalan, 42 sonni 11 ga ko'paytirmoqchisiz. Avvalo, to'g'ri va 2 raqamlarini orasini ochamiz, ularni bir-biriga qo'shamiz va hosil bo'lgan yig'indini ularning orasiga qo'ysak, biz xohlagan natija kelib chiqadi. Ikkinchi misol, 63 sonnini 11 ga ko'paytirmoqchisiz. Birinchi o'rinda ikkala raqamning orasini ochamiz, ularni bir-biriga qo'shamiz va hosil bo'lgan yig'indini ularning orasiga qo'yamiz. Xuddi shu yo'l bilan 81 ni 11 ga ko'paytiramiz. Raqamlar orasini ochamiz, ularni bir-biriga qo'shamiz va yig'indini ular o'rtasiga yozamiz. Keyingi ikkita misol ozgina qiyinroq bo'ladi, yaxshilab e'tibor berib turasiz. 74 sonni 11 ga ko'paytiramiz. Raqamlar orasini ochamiz, 7 va 4 ni bir-biriga qo'shamiz. 11 hosil bo'ladi. Oldingi misollarning barchasida o'rtadagi son bir xonali edi. Bu yerda esa ikki xonali son. Xo'sh, nima qilamiz? Bunda shunchaki birinchi raqamni 7 ga qo'shib qo'yamiz va bizda 814 hosil bo'ladi. 87 ni 11 ga ko'paytirish ham xuddi shunday. 8 va 7 ni orasini ochamiz, ularni bir-biriga qo'shamiz va hosil bo'lgan 15 ning birinchi raqamini 8 ga o'tkazib boramiz. Va natijada bizda 957 hosil bo'ladi. Endi esa sizning navbatingiz. Quyidagi sonlarni hozirgi o'rgatilgan yo'l bilan 11 ga ko'paytirib, javoblarni izohlarda yozib qoldiring.